bir yilda hisobiga 165 tonnagacha olganman. Gektardan. Birinchisiga sungan teni Fruzia degan sortini ekyapmiz. Ya'ni havoni o'rni bo'lak narsa, dorini o'rni bo'lak narsa, suvni o'rni bo'lak narsa. Men olib kelib ektirsam 15 million bilan ekaman. 10 million to'g'ri yutishim mumkin. Shayda o'zi 20 gektar joydan. Lekin Hurmatli kuzatuvchilar, bugun 2026-yil 10-mart don variantiga ekayotgan mana 1 gektarlik kartamizga ekish navbati keldi. O ekuvchi ayollarimiz ekyapti astoydil. Bugun jicha-picha makka yetishtirish haqida ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. 10 yildan beri silos don variantiga makka ekish bilan shug'ullanib kelayotgan Shakir akam bor. Ozmuncha ma'lumotlarni aytib o'tib ketamiz. Hormang Shakir aka. salomat bo'ling. Xo'p. Shakir aka, Makkani erta bahorgisini qaysi 20 kunlikda ekkan yaxshi? Bizi sharoitda, hozirgi mana bizni Namangan hududimizda. Bizda endi ko'proq men eng erta ekkanim 20-martda ekkanman, havoning holatiga qarab. 20-eng erta ekkanim 20-mart bo'lgan. Endi O'zbekistonda iqlim har xil. Qashqadaryo iqlimi bor. Bizning Kosonsoy, Nanay iqlimi bor. Andijon, endi iqlimlar tog' zonalar, adir zonalar ozgina farq qiladi. Shuning uchun o'zimda fikrim, mana hozir deylik 10-aprelga keldik. Bu yil havo har xil holat bo'lyapti. Issiq, sovuq, yog'ingarchiliklar bo'lib turibdi, alhamdulillah yaxshi. Bu yil biz shoshilmayroq ekdik. 5-aprelda boshladik. Bugun 10-aprel, eng oxirgi kun ekishimiz. Bugun 1 gektarlik bitta kartamiz bor. Shuni abitgacha hozir 15 ta ayol kishi taxminan soat 11 ga o'z ishni yakunladi. Abitdan keyingi 80 sotikcha atrofida joyimiz bor. Soat 3 ga qolib qolmay shuni yakunlaymiz. Endi bu yil ikki xil variantda ekyapmiz. Don varianti yo'nalishi bo'yicha don variantga sungan teni Fruzia degan sortini ekyapmiz. Ya'ni shifosi 700, issiqlik darajasi taxminan pishish davri 120 kun bilan 130-35 kun oralig'ida havoning holatiga qarab pishadi. Silos variantiga keladigan bo'lsak, Fito firmasinikini ekdik. Shu hozir ikkita variant ekyapmiz. Dekalift 67-77 yetib kelmadi. Endi shu kunlarda kirib kelgan. Endi uni bug'doy tagiga xudo xolasa ertaroq harakatimizni qilib 50 gektarga shuni olib qo'yamiz ertaroq. Xo'p. Men o'z narigi poliyamizga bir silos variantiga apparatda ekdik. Hop. Bitta bola, masalan, bitta ishchi apparatda 1 gektar yerda bir kunda ekib qo'yalar ekan. Apparat ektirsa. Xo'p, traktorda ham ektirmayapsiz. Nimaga endi hozir qo'lda ektiryapsiz? Shuncha. Qo'lda ekishimiz sabab mana ko'ramiz. Mana shu jarayon. Xo'p, mana shu joyda makka bor. 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 Mana o'rtacha deylik. O'rtacha 1 2 3 4. Xo'p. Mana 4-joy. 70 santimetr agatimiz, 70lik. O'zbekiston sharoitida 70, 60, 76, 90, 80 agatlarimiz bor. 70 agat 14,000 metr atrofida joy bo'ladi. Xo'p, endi menga hozir don yo'nalishida ekadigan bo'lsam, men buni o'rtacha deylik 40 santimetr bilan 38 santimetr atrofida ekdim mana. 40, 35, 40 ga boradi. O'rtacha общий holat 38 santimetrga to'g'ri kelyapti. 1 gektar joyga o'rtacha 75 ming ekdim. Lekin firmalar maslahat beradi, 80 ming dona maslahat beradi. Lekin men o'tgan yili 80 ming dona ozgina qalinroq bo'lib qoldi. Shuning uchun 75 mingga qo'ydim. Endi traktor bilan qo'l variantiga keladigan bo'lsak, endi mana ochar oldik. Xo'p deylik, yerni berdi, mana suv oqadigan joydan 15 santimetr balandlikda. Endi traktor shuni ekish kerak. To'g'ri, masalan 1 gektar joyga 8 ta odam ekadi. Hozirgi sharoitda 100 ming so'm deylik, ishchilarning o'rtacha narxi mehnati 100 ming so'mdan ekib berishyapti deylik, 800 ming so'm. Traktorga ektirsam 300 ming bor, 400 mingga ekib beradi. 500 ming ya 400 ming so'm men foyda qilaman. Masalan deylik, hozir deylik 20 gektar yer ekishim kerak bo'lsa, to'g'ri, men 10 million so'm yutishim mumkin. 6 million, 7 million, 8 million bilan ekib olaman, ko'chadan texnika olib kelsam, lekin odam olib kelib ektirsam 15 million bilan ekaman. 10 million to'g'ri yutishim mumkin, shayda o'zi 20 gektar joydan. Lekin bitta narsa bor. Traktor ekib ketayotganda mana menga kerakli yumshoq joyni sathini
ikki yonga yorib pasaytirib ketadi. Asosiy yumshoq joydi. Shuning uchun makka deyarli qattiq joyga joylashadi. Hozir bu yumshoq joyda turganligi uchun tomir o'ta tez va chiroyli, ishonchli rivojlanadi. Shu endi u apparatda ham ekib ko'rdim. Apparatda ekkanimda bundoq bo'ldi. Apparatda deylik 100 ming ekish kerak. 1 gektar joyga faosi 700 bo'lsa deylik, o'rtacha 100 ming ekkan ma'qulroq. 100 ming faosi 700 bo'lsa, endi fao 400, 500, 600, 700, 750 bo'ladi. Uni holatiga qarab ekiladi. Santimetrlarni moslab. Endi deylik, mana qarab turing. Hop, 14 ming metr yer bo'lsa, 14 ming metr yer bo'lsa, mana shu joy bo'lsa, 1, 2, 3, 4, 4 ta oraliq 1,5 metrga boryapti. Mana 1,5 metr. Bu degani 1,5 metr yer. Şeyda 8 dona urug' bor, 1,5 metr. Ya'ni 75 ming urug' bor. Endi silos variantga o'tadigan bo'lsak, shu holatda men taxminan deylik 32-30 santimetrga qaytaraman. Mana shu holatni urug'ni zichlantirib 100 ming ekishim kerak. Endi mana bunday qilaman men. Sal mana masofani ozgina qisqartiraman. Ozgina qisqartirib turib, mana ozgina o'rtacha 32 ga tushiraman. Mana meni qo'lim deylik 23 bo'lsa, o'rtacha 32 ga tushiraman mana. Hop. Mana shu holatda ekaman. Endi apparatda ekishim uchun mana endi masofa zo'rmi? Masofa zo'rmi? Endi hop apparatda shuni ekmoqchiman. Havo zo'r, holat zo'r. Endi shuni apparatda ekadigan bo'lsam, apparatda mana shu holatda ekiladi. Mana shu holat. Endi hop bu yerda qanday havo bor, qani? Buni ichkarida dumbullar, ko'ngildagidek havo aylanolmayapti. Havoni o'rni bo'lak narsa, dorini o'rni bo'lak narsa, suvni o'rni bo'lak narsa. Endi demak bu havoni o'rnini dori ham suv ham bosa olmaydi. Shuning uchun men 2 donadan ekib turib, shundoq qilaman. Mana shu holatda oraliq masofa ochiladi. Havo bunday ekan. Shu. Endi men o'zimning fikrim, endi O'zbekistonda dehqon ko'p, hamma o'zining yo'nalishi bo'yicha ishlaydi. Masalan deylik, ko'rgan narsa bitta poliyaga, mana 10 gektarlik poliya. O'zbekiston sharoitida nomi chiqqan, masalan, haqiqatda dehqonlar shahri Olmos shahriga keladigan bo'lsak, mana shu poliyaga 10 ta olmoslik keldi. 2 gektardan hop deylik 5 tasi o'nadi. Hop 5 talar bo'lsa ham bir xil dehqonchilik boshladi. 5 xil bo'ladi shu dehqonchilik. O'zi bitta qishloqda odami, hammasi biladi bitta narsani, lekin bitta poliya, bitta narsa ekildi, lekin shu dehqonchilik 5 kishimi 5 xil bo'ladi. Shuning uchun mana dehqonchilik meniki kimnikidir to'g'ri kelmasligi mumkindir. U hammaning o'zining yo'nalishi hayotda. Sharoitiga qarab o'ziga ma'qul kelgan narsani tanlayveradi hayotda. Menga shu ma'qul kelyapti. Shundan natija olyapman. Endi hozir eng ko'pi 100 tonna bir martada 100 tonna silos olganman. 1 yilda hisobiga 165 tonnagacha olganman. Birinchisiga 80 tonna olganman. 1-aprel kuni ekkanman, 10-iyul kuni o'rganman. Ikkinchisini 15-iyul kuni ekkanman, 20-oktyabrlar oralig'ida o'rganman. Shunda ikkinchisi 85 tonna bergan, birinchisi 80 tonna bergan. 165 tonna 1 yilda hisobiga silos olganman. 1 yilda hisobiga. Endi don oladigan bo'lsak, donda endi hozirgi holatda odamlar aytayaptiki, men don yo'nalishidan chiqqan edim, ilgariroq olardim. Hozir allashmay qo'yganman 5-4 yildan beri, lekin bu yil shu donga vaqt ajratdim. Nimagaki hozir naslchilik yo'nalishi bo'yicha Arashan, Hisori, shu qo'ydan 400 ta zakaz qilganman. Shuning uchun o'zimga hozir taxminan bir 50 tonna, 100 tonna don kerak menga. Shuning uchun shu narsaga bel bog'ladim. Buni ko'rsatkichi endi aytishi bo'yicha real hayotda oladigan bo'lsak, 16 tonna real holatda 16 tonna beryapti deyapti hozir dehqonlar. 16 tonna. Lekin men buni pishgan jarayonni kelib ko'ramiz, o'zdan ko'rasizlar. Xudo xolasa Alloh nasib qiladigan bo'lsa 20 tonna, agar eplanadigan bo'lsam 25 tonna olib boraman mashina. Harakat qilaman. Lekin Xudodan, bu mendan emas. Avvalambor buni taqdirini Alloh belgilaydi. Men o'zimdagi bor imkoniyatlarim, endi shuning ichida deylik, bor qobiliyatlarimni ishga solib qo'limdan kelgancha harakatini qilaman. Endi bu menga dehqonchilik ota kasb, otamga otasini kasbi. Bu meni qonimda bor. Shuning uchun qo'limdan kelganicha shu narsaga harakat qilaman. Bir sizlarga oxirida ham mana shu jarayonni bitta ko'ramiz. Yashang, rahmat Shakir aka. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu 1 gektarlik poliyamizga rasxodini ham aytib o'tib ketay. Xo'p, 4.950.000 ga to'xtagan ekan, ochar olinguncha. Xo'p, kuna ko'stiga
o'qariqlarni olib berdi traktor 300 mingga. Hop, qo'shamiz unga 2 million 700 mingga. Hop, bir qop urug' olindi. Hozir syomkadagi urug'imiz 2 million 700 ming bir qopi. Hop, 300 mingga 2 million 700 ming. 3 million plus 8 ta odam. O'rtacha 8 ta odam ekib qo'yadi. Bu yerda ko'pchilik yapti, boshqa poliyalarimiz ham ekyapti. 8 ta odam bir kunda ekib qo'yadi bu yerda. 100 mingdan 800 ming so'm. Hop, bu yog'i 3 million 800 ming so'mga. Eski videoyimizda 4 million 950 mingga to'xtagandi bu yerga rasxod. Unga qo'shamiz 3 million 800 ni. 8 million 750 ming so'm bilan xudo xolasa mana buni don variantiga 1 gektar poliyamiz ekilib bo'lindi. 8 million 750 mingga. Hop, biz kanalni kuzatib boring. Kanalimiz yangi. Podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar. Keyingi jarayonlarni ham YouTube'ga joylab boramiz xudo xolasa. Instagram, Telegram, YouTube tarmoq.uz kanali. Tarmoq.uz